hurmatli bizadan yoki boshqa kompaniyalardan shassi sotib olib, nadstroykani o'zim qilaman, o'zimga kerakli razmerda kuzov qilaman yoki sisterna qilaman yoki qanaqadir spes texnika o'rnatib olaman degan hurmatli mijozlar, telefoningizni qo'lingizga yaqinroq oling va ovozini balandroq qiling. Biz hozir Chirchiq shahridamiz, MCT zavodidamiz. Ya'ni MCT zavodi, ular nadstroyka ishlab chiqarishadi. Ko'rishingiz mumkin, mana bunaqa даже pritseplar ham o'rnatishadi. Mana vodovoz deysizmi, benzovoz deysizmi, mana shunaqa pritseplar ham qilib beraverishadi sizlarga. Nima demoqchiman? Sisternani o'rnatmoqchimisiz, furgon o'rnatmoqchimisiz, ref o'rnatasizmi, krana manipulyator o'rnatasizmi? Shassingiz bor o'zingizda tayyor. Shassini sotib oldingiz yoki u joyda bor. Mana shu kompaniya bilan uchrashsangiz, mana shu kompaniya sizga arzon, sifatli mahsulot taklif qila oladi. Video pastida mana shu yerda отдел продажada ishlaydigan Ziyodjon degan yigitning kontaktini qoldiraman. Dokumentalniy juda ham chiroyli kuzovlarni siz istaganday qilib, ixcham chiroyli narxlarda qilib berishadi. Salomat bo'linglar.